Assalomu alaykum, mani azizlarim, YouTube'dagi qadrli insonlarim, dunyodagi eng zo'r auditoriya. Qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri YouTube'da yangi video yozmadim, sababi ishlarim ko'p bo'lib ketgandi va o'zimni biznesimda ko'p yangi jarayonlarni joriy qildim, ko'p narsalarni avtomatlashtirdik va bugun men sizlarga asosan jenskiy auditoriya bo'lgani uchun eng og'riqli mavzularimizdan biri haqida gapirib bermoqchiman. Bu har doim har bitta ayol, har bitta qiz nimaga intiladi? Ideallikka intiladi. Har doim o'zimizni ishimizda chiroyli bo'lishni xohlaymiz, terimiz eng zo'r bo'lishini xohlaymiz, figuramiz eng chiroyli bo'lishini xohlaymiz, ko'proq chiroyli bo'lishni, ko'proq ozg'in bo'lishni va yil 12 oy bitta maqsadimiz bo'ladi: sog'lom va tetik, energiyamiz ko'p bo'lishi. Chunki energiya hamma narsani hal qiladi. Energiyangiz zo'r bo'lsa, siz ko'p pul topa olasiz. Energiyangiz zo'r bo'lsa, zo'r munosabat qura olasiz. Energiyangiz ko'p bo'lsa, hech kim qilmagan ideyalarga miyangiz ishlab chiqaradi. O'sha ideyalarni va siz amalga oshira olasiz. Va bugun men oxirgi 2 hafta men o'zimni sog'ligim bilan, o'zi har doim sog'ligim bilan qiziqaman, sog'ligimni kontrolировать, ya'ni nazorat qilaman, lekin aynan ozish masalasida xuddi hammamizda dushanba, yangi yil, yangi hafta bo'lgani kabi menda ham har doim ozishim kerak derdim-u, lekin aniq deadline'im yo'q edi. Ya'ni aniq nima uchun ozishim kerak, nima beradi menga ozish, o'zi kim uchun, nima uchun ozmoqchiman-da. To'g'ri, ko'p mana shu yerda nimaga ozmaysizlar? Chunki masalan ko'p qizlar o'ylaydi, yigitim yaxshi ko'rish uchun, turmush o'rtog'im uchun ozishim kerak yoki masalan Instagramda chiroyli ko'rinish uchun. Bu maqsadlar abstrakt maqsadlar, bu maqsadlar sizni asl niyatingizga olib kelmaydi. Niyatni to'g'ri qilish kerak har doim, chunki niyatingizga hamma narsa bog'liq. Agar siz sog'lom bo'lish uchun, o'zimni ich-ichimdan energichni his qilishim uchun va o'zimni tanamdan zavqlanish uchun deb reja qo'ysangiz, albatta siz tez ozasiz. Tushunarli? Endi aziz o'rtoqlar, men sizlarga har bitta sohada men shunaqa o'ylayman, искренне, samimiy, chin dildan shunaqa hisoblayman. Biz har bitta sohada o'zimizga ustoz topishimiz kerak. Ozish bo'ladimi, sotuv bo'ladimi, siyosat bo'ladimi, biznes bo'ladimi, hamma sohada ustozingiz bilan birga harakat qilishingiz bu eng to'g'ri yo'l va pul bilan qilingan to'lov eng arzon to'lov usuli hisoblanadi. Ya'ni siz u insonni bosib o'tgan 10-20 yillik tajribasini siz 3 oyda bosib o'tishingiz mumkin. Nimaga? Chunki u inson qancha vaqt sarflagan bo'lsa, sizga eng qaymoq, eng zo'rlarini beradi va siz o'sha eng zo'rlarini amalda qo'llab tezroq zo'r natijalarga erishasiz. Endi shu sohada men ancha o'zi studentkaligimda men rosa ozg'in bo'lganman. Mana pastda rasmimni qo'yaman. Bundan o'sha 10 yil oldin, hozir 2026-yil bo'lsa, bir 2016-15-yillarda Fioletta degan bitta nutritsiolog, dietologga borgandim. Yaxshi natija qilib ketgandim. Keyin o'tgan yil ularning oldilariga bordim. Menda shunaqa odat bor, kimgadir bog'lansam, uzoq yillar o'sha inson bilan munosabatni ushlab turaman. Kosmetolog bo'ladimi, massaj sohasida bo'ladimi, dieta sohasida bo'ladimi, har bitta ayolni, manikyurmi, har bitta ayolni uzoq yillar sinalgan o'zini как professional masterlar jamoasi bo'lish kerak deb hisoblayman. O'tgan yili bordim, Fioletta mana bunaqa qilishing kerak dedilar. Keyin, bilasizmi, nima uchun biz ozmaymiz-da? Ko'pchilik o'ylaydi, что sababi bor, parodam shunaqa. Yo'q. Значит, hozir sizni maqsadingiz ozish emas. Значит, sizni hozir prioritetlaringiz bor, qanaqadir tam biznes qilish, pul topish, bolalaringizni oyoqqa qo'yish yoki yana nimadir yangi kasb o'rganish bo'lishi mumkin. Siz taningizni birinchi o'ringa qo'ymaysiz. O'tgan yil ham meni ishlarim ko'p edi, dedim, ketdim. Nima bo'ldi? Oxirgi yilda yana 5 kilogramm vazn yig'dim. Buni aytish juda og'riqli. Lekin tanamizni, вроде men ko'p ovqat yemayman-da, gap ovqat yeyishdan emas ekan. Gap to'g'ri ovqat yeyishingizda. Ba'zilar o'ylaydi, nimaga semiryapman, men ovqat yemayapman-ku. Eng yomon narsa kechasi ovqat yeyishda. Buzilgan rejimda. Masalan, kech turasiz, soat 2 gacha o'tirasiz, естественно, tabiiyki siz ovqat yegisiz keladi. Menda ham shunaqa bo'ladi. Hozir ham zo'rg'a rejimimni to'g'rilayapman, harakat qilyapman va
Va xullas bu yil yana qaytadan bordim, chunki bo'ldi. Buni ortiqcha vaznning xususiyati shundan iboratki, siz yildan yilga ozg'inroq bo'lmaysiz. Yildan yilga semirsangiz semirasiz, lekin buni o'zingiz ham his qilmaysiz. Qachon his qilasiz? Qachon nafasingiz qaytganda, energiyangiz pasayganda, yurish qiynalganingizda. Nima uchun ayollar 100, 130, 120, 150 kilo bo'lib ketadi? Epsimdoq qarab, astag'firulloh, qanaqa shu holatgacha yurgan ekan? Qanaqa o'zini shu holatgacha his qilmaganmikan deysiz? Yo'q, o'zingizni bila olmaykansiz. Вот прям noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri rejim, noto'g'ri hayot tarzi shunaqa bir odatingizga aylanadi. Siz qaysi payt ne to yo'lga ketib qolganingizni, qaysi payt rejimingiz buzilganini, kechqurungi ovqat yeyotganingizni, ortiqcha vazn yig'ayotganingizni bilmay qolasiz. Shuning uchun men o'zim qo'lga olishga qaror qildim va bu yo'lda meni qo'llab-quvvatlab turasizlar va YouTube'da 3 oydan keyin sizlar bilan 55 kilogramm xudo xohlasa vaznda ko'rishamiz. Hozir mana idealni har haftada 2 kilodan oyiga 8 kilo ozish bu idealni qilsangiz bo'ladigan variant ekan. Bu men mutaxassislar bilan gaplashib olgan xulosam. Bir oyda dietalarsiz ozish. To есть dieta nima degani? Dieta bu erkaklik energiyasida. Men senga ovqat bermayman, taningiz bilan kurashish ongida bu. Men senga ovqat bermayman, men seni qiynayman. Keyin sen ozasan, keyin sen chiroyli bo'lasan degan narsa. Taningiz nima qiladi? Taningiz aytadi: kechirasan, men seni deydi, bunaqa sevgisiz bo'lganingga, menga bunaqa mehr bermaganingga javoban, men senga ozg'in va chiroyli bo'lib bera olmayman, ozg'in va jozibali bo'lib bera olmayman deydi va nima qiladi? Qancha masalan umuman shakar yemasdan bir hafta grechnivoye dieta yoki non yemasdan yoki o'qimasdan degan жесткий dietalar bor. Masalan, bir hafta qatiq ichish, bir hafta grechka yeyish, bir hafta uni qilish. Bular hech qaysi ish bermaydi. Dieta so'zini o'zi organizmga bir johillik bilan, sevgisizlik bilan qilingan jangga o'xshaydi. Men sizlarga tavsiya etayotgan yo'l bu o'zingizni sevgan holda, ichki o'zingiz bilan ishlagan, transformatsiya qilgan holda tashqi olamda o'zingizni ongli ozdirishingiz. Ozish bu nima? O'zi lishniy vес bu nima? Taningiz semiz bo'lsa, siz bu dunyoda namoyon bo'lmaslikka, uyalishga bahona izlaysiz. Yoki bu sizni ko'p ideyalar keladi, ko'p biznes g'oyalar keladi, ko'p ishlarni amalga oshirishingiz kerak. Alloh sizga ko'p energiya beryapti, lekin siz bu energiyani rivojlanishga sarflamayapsiz, ishga sarflamayapsiz, o'zingizda saqlab qolyapsiz va bu o'sha belingizdagi, qo'llaringizdagi boshqa nuqtalaringizdagi lishniy vес, ya'ni ortiqcha vazn formatida tanangizda yig'ilib boraveradi. Shuning uchun men o'zimga ustoz sifatida fe'liyatdan tanladim. Xudo xolasa sizlar bilan 3 oy davomida yana o'zimning natijalarimni bo'lishib boraman. Bilmadim, menga fe'liyatning mehri, energiyasi juda ham yoqadi. Men o'zi batlaga juda ham bir ishonchsizlik bilan qaraydigan super skeptik inson edim. Nimaga? Chunki men har doim juda ham bir ongli, hech qanaqa tashqi sun'iy, искусственный, ya'ni sun'iy faktorlarsiz ozish tarafdori edim. Men batlaga juda ham bir ishonchsizlik bilan qarardim. Lekin Herbalife 1980-yildan beri bozorda va juda ham minglab, millionlab ayollarga o'zini pozitivniy natijasi bilan, ijobiy natijasi bilan zo'r keyslar qilgan. Ammo nimaga ishonaman? Keyslari va odzivlari bor kompaniyalarga. Endi qaranglar. Men har kuni qanaqa rejimni o'zimga joriy qildim. Sizlarga ham men o'rgatmoqchiman buni qanaqa qilishni. Chunki o'rtoqlar, qaranglar. Men hech qachon chunki men o'zimning reputatsiyam menga juda ham qimmat turadi va men o'zim natija qilmagan narsani hech qachon sizlarga jonajon auditoriyamga tavsiya qilmayman. Shuning uchun men sizlarga hozir ochib ham ko'rsataman. Qancha ichilgan, ichida o'zim ichyapman va mana. Lekin rosa yoqimli. Men hozir sizlarga aytib beraman. Dalshi
Buni qanaqa qilib o'zingizni figurangiz uchun joriy qilishingiz mumkin va qanaqa qilib buni ketidan biznes qilishingiz mumkin. Balkim keyingi videoda biznes haqida gapiraman. Bugun o'zingizni figurangizga buni qanaqa jalb qilishingiz mumkinligi haqida gapirib bermoqchiman. Qaranglar. Ertalab turganimda aloe o'simlik ichimligi, растительный напиток aloe. Bilasizmi? Organizm shunaqa ishlar ekan. Bizada mana suv, choy, kofe ichamiz, ichimliklardan sok ichishimiz mumkin. Lekin xuddi uyimizni supuramiz, uyimizni yoki pilisos qilamiz va gilamni tagida qolib ketgan qoldiqchalari, polni ustidagi yoki mebelni tagidagi qanaqadir musorchalarini masalan qilganimiz bilan sodda tilda tushuntiryapman, o'sha musorni chiqarib olmaymiz va bu ichimliklar, bu mahsulotlar shunaqa narsaki, bu sizni oshqozoningizni ichidagi qolib ketgan varsinkalari, qolib ketgan musorchalarini, qoldiqlarini, jirlarini, ortiqcha yig'ilgan shlaklarini ichidan tozalab supurib organizmingizdan chiqarib yuboradi. Azizlarim, men hozir sizlarga Herbalife mahsulotlarini hammasini qanaqa ishlatishni hozir ko'rsatib beraman. Men bir haftaga 2 kiloga ozdim. Men o'zim natijamdan xursandman. Prичем hech ham bir ochlik hissini his qilmadim, dieta qilayotganimni his qilmadim. Mazza qilib xohlagan narsamni yedim. To'g'ri, biz o'ylashimiz mumkin. Xohlagan narsa bu pizza, bu nima deydi? Fast food, bu qanaqadir sushi. Menim oldin shunaqa yegim kelardi, lekin sog'lom ovqatlanishga o'tib organizmingizni tayyorlaganingizdan keyin organizmimiz aqlli, o'sha avtomatik tarzda nosog'lom ovqatlarni yeyishni xohlamaydi. Endi mana sizlarga har kun ertalab turganimda mana bunaqa 2 ta solaman, o'zi ertalab ichib bo'ldim, sizlarga ko'rsatib berish uchun. Keyin qoshiqcha bilan qo'zg'ayman. Hozir endi qoshiqchaga turishim kerak. Qoshiqcha bilan qo'zg'ayman. Qoshiqcha bilan qo'zg'aymanda, keyin buni где-то bir 2-3 minut turadi. Turganimdan srazu buni ichamanda, borib yuzimni yuvib, yuvinib, dushga kirib chiqib, hamma ishlarni qilganimcha oradan 15-20 minut o'tadi, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin undan keyin nima qilaman? Mana bu o'simlik ichimligi, bu kofe. Har kuni ertalab men yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Men kofe jinnisi edim. Men kofesiz yasha olmasdim. Prям ishoninglar, bir kunda 5-6 chashkalab kofe ichardim. Bu dahshat. Bu qanaqa organizmingizda oshib ketadi, например, kortizol oshib ketadi. O'simlik choyi kofega bo'lgan xohishingizni avtomatik o'ldiradi. Va nima qilasiz? Buni qilish uchun endi hozir suv sal issiq ekan. Keyin aloeni yoqimli tarafi shunda shunaqa bir yoqimli tomog'ingizga yoqadi-da. Men buni ertalab ichaman, obedda bir soat 4larda ichaman, kechqurun uxlashdan oldin ichaman. Uxlashdan oldin men yotishdan bir 4 soat oldindan o'sha ovqat yeyishni to'xtataman. Buni ichib yotganimda men juda ham o'zi his qilaman, tanamni his qilaman. Insonlarni chuqur his qiluvchi insonman. Buni ichganimdan keyin tanamda как будто oshqozonim shundoq tozalanayotganini his qildimda. Просто agar risk qilish xohlamasanglar, просто mana shu aloedan boshlasanglar ham shunaqa zo'r natijani his qilasizlar. Mana juda ham chiroyli, yoqimli. Mazasi hozir ichib oling. Yoqimli, mana oxirigacha ichdim. O'zim mazza qilgan, tanam mazza qilgan narsani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Endi turdinglar, 15 minut o'tdi. Buni tam ichib bo'lganinglargacha chiqasizlar-da, mana bundan mana qoshiqchasi bo'ladi Herbalife'ning o'zini orqasidan kichkina tomoni bilan 2 ta qoshiqcha solasiz. O'simlik ichimligi, ya'ni travinoy chayni 2 qoshiqcha solasiz. Bundan qaranglar, men 2 qoshiq solaman. В принципе, 2 yoki 1 qoshiq solsangiz yetadi. Keyin bunga 130 gram suv solasiz. Endi meni chashkam 200 gramlik. Men sal to'ldirmasdan solaman. Meni suvim sal anaqa qilingan, qaynoq, lekin anaqa. Qo'zg'aysiz. Kofega o'xshagan tetiklashtiruvchi, lekin kofe искусственный dofamin. Kofe qanaqa narsa aytaymi sizlarga?
Men kofe ko'p ichardim va kofexo'r sifatida sizlarga aytaman, kofe o'sha payt energiyangizni zo'r ko'tarib beradi. Как будто energiyaga to'lgandek bo'lasiz, как будто zo'r his qilasiz, lekin keyin откат ketadi. Keyin o'sha tetik his qilmaysiz, qanaqadir charchoq bo'ladi, o'sha uyqusi keladi, yotgisi keladi, понимаете? Shuning uchun choy, bu o'tli choy tabiiy vosita bir 5 minut nastoyat qilasiz. Yoqimli. 5 minut nastoyat, lekin men o'tkir qilib yuboribman. 5 minut nastoyat qilasiz va buni ichasiz. Men nima tarafdorman? Buni qilgan tarafda, buni qilgan paytingizda men o'zim shunaqa qilaman. Buni qilgan paytingizda men parallelni bu bilan birga kokteylimni qilib qo'yaman. Nimaga? Потому что kokteyl ozgina turishi kerak. 15-20 minut nastoyat qilib turishi kerak. Shuning uchun men anaqa qilaman. Kokteylni sal qilaman. Keyin men hozir sizlarga kokteylni qilishdan oldin ozgina ko'rsatib bermoqchiman. Qanaqa Gerbalightning kokteyllari bor. Qaranglar, mana proteinli kokteyl bor. Rosa yoqimli. Bu tovuqli sho'rva. Bu ovqatni o'rnini bosadi. Bundan ozgina 2 qoshiq qilib men bunga shakerga shunday yoki blender bor uyda, blender qilib hozir blender qilib o'tiraman. Juda ham bir ovqatni o'rnini bosadigan, ovqatni o'rnini bosadigan narsa. Keyin men hozir sizlarga sutli olma ichimligini buni sal turib ko'rsataman. Bu tetiklashtiruvchi funksiyasini bajaradi. Buni ham hozir ko'rsataman. Ungacha Beta Hard, bu Turbo, mana bu Pro Max, iPhone Pro Max deydi-ku. Bu tozalovchi Pro Max. Ya'ni oshqozoningizni ich-ichidan tez hamma narsalarni, shlaklarni chiqarib tashlaydigan narsa. Men hozir qilamanmi yo'qmi bilmayman. Hammasini aralashtirib pastaraymiz. Keyin sutli olma ichimligini aytdim. Shirin kokteyldan, yoqimli shirin mazali kokteyldan menda hozir 3 xil ta'm bor. Bu proteinli Dream Max, buni ta'mi vanil ta'mlisi yoqadi menga. Bu qovun ta'mli, proteinli kokteyl Formula 1 qovunli ta'mi. Rosa yoqimli. Men nima qilaman? Men aralash qilib yoki proteinli yoki qovunlini har kuni o'sha choyni qilib qo'yganimda, choy ozgina nastoyatsa, ya'ni o'tib turishi paytida sразу buni ham qilaman. Sut yoki suv 300 gram bo'lishi kerak. Endi men to'g'risi aytamiz, unga yoqmayman. Men nasibasi bor, ozgina qo'ymayman boshlaysiz keyin. Shuning uchun men suv bilan qilaman. Suv bilan qilishim mumkin. Hozir minut. Issiq bo'ladi. Endi solasizlar suvni. Ozgina, ko'p emas. Sizlar nima qilsanglar bo'ladi? 50% nima deydi? 50% kokteyl, 50% suv, 50% suv solsanglar bo'ladi. Sut nima qiladi? Ya'ni morojniga o'xshadi. Morojniy sifat yoqimli qiladi. Mana tegi sal bo'ldi, quyib qoldi. Endi agar blender hozir blenderga blender sotib olmayman desanglar, men shunaqa o'zini shakarchasi bor. Shaker. Tak, shunaqa solasizlar-da, bunga Beta Hard qo'shib bo'ladi, qo'shamiz. Ya'ni hozir tozalovchi funksiyasini bajaradi. Tushundingizmi? Tak, bunga ertalabdan Beta Harddan fazlasini aytaman. Beta Harddan bir qoshiq solamiz. Beta Hard shunday yoqimli bir şey. Просто ichib ko'ringlar, qanaqa mazali o'zinglar bilasizlar. Beta Harddan bir qoshiq solish kerak. Juda kuchli uchun ko'p. Qoshiq soldik. Tozalovchi Turbo Max, tozalovchi Pro Max dedim sizlarga. И вот, soldik. Yaxshilab yopdik va buni botchimiz bilan aralashtiramiz. Вот, men qovunli anaqa bilan, kokteyl bilan turboni aralashtirdim. Mana tegiga sal qilishim mumkin, yaxshilab kuch bilan aralashtirasizlar-da. И вот. Mana yaxshilab ya'ni to'q aralashadi. Oqmaydi. Masalan, blender yuvib o'tirish kerak. Har doim masalan ermayman. Chunki shakerga shunday olib pishirib kerak. Mana shunaqa qilaman. Turbo bilan qo'shib, всё. Bu 15 minutga nastoyat qilish kerak. 15 minutdan keyin sizlarga ochib ko'rsataman. Unga shu narsalarga pishamiz. Qilib qo'ydik, bo'ldi. Endi choyni ichamiz. Sog'lom ovqatlanishni boshlaganinglarda ba'zan sizlarga tuyulishi mumkin, voy qanaqa zerikarli, qanaqa bemaza deb. Boshida har bitta odat shakllanishiga 21 kun ketadi. Lekin siz 21 kun muntazam sog'lom ovqatlansangiz, muntazam meditatsiya qilsangiz, muntazam sport bilan shug'ullansangiz, muntazam taningiz bilan shug'ullanib, o'sha takoy chiroyli figurali ayol bo'lishinglarni, o'sha obrazni tasavvur qilsanglar, 21 kun istalgan odatni shakllantirish uchun yetadi. Shuning uchun men mana 3 kun ichganimdan keyin o'sha kofeni birdan yo'qotsanglar ham organizmingizga stress bir martaga tushirdim. Ya'ni kun davomida bir marta ichaman, menga yetadi. Это kunning birinchi yarmida. Потому что ikkinchi yarmida ichsanglar, o'sha hamma joylar tam neboдрый bo'lib, tam uyqinglar qochib ketadi. Choy ichamiz. Bu choy tetiklashtiruvchi va tozalovchi effekt beradi. Bu mana ertalabdan uyg'otib oladi sizlarni. Juda ham bir zo'r energiya beradi. Keyin o'rtoqlar, mana bu sutli olma ichimligi bor. Sutli olma ichimligi menga juda ham yoqadi. Sutli olma ichimligi juda ham zo'r tozalovchi. Organizmingizda har xil shlaklar bor. Hozir buni ham qilamiz, davayt sizlar bilan. Sutli olma ichimligi juda ham zo'r oshqozonni, ichaklarni ichigacha kirib, varsinka supurgi vazifasini bajaradi. Ichingizdagi hamma shlaklarni, ichaklaringizdagi, jigarda, yurakda, umuman hamma organlarda yig'ilgan lishniy jir, ortiqcha jir, qanaqadir farsinkalarni supurib chiqarib tashlash xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, ega. Beta Hardni aytib o'tdim. Beta Hard bilan mana bu profilaktik ovqatlanish mahsulotini birga qilsanglar, bu bekorga mana bu yerda figura ramzi yo'q, ya'ni siluet. Bu narsa ko'proq bu yerda belok bor, oqsil ko'p va organizmda qanchalik ko'p belok, ya'ni oqsil bo'lsa, shunchalik sizda jir o'rniga mышца, ya'ni mushaklaringiz sog'lom bo'lib, taningiz chiroyli ayollik formasiga keladi. Bu mana shunaqa funksiyani beradi. Profilaktik o'sha tozalovchi turbo napitek deyiladi. Rus tilida очищающий turbo napitekda profilaktik buni Beta Hardni qo'shganinglarda bundan hozir nimani hidi kelishini sizlarga aytdim. Olma bilan qanaqadir krem, vanilya yoshligimizda tort yerdik-ku, shunaqa yoqimli hid keladi. Keyin unga sutli olma ichimligini qo'shsanglar, juda ham bir tozalovchi zo'r
ichimlik bo'ladi. Proteinli kokteyl bilan qovunli kokteyl. Proteinli kokteylda ko'proq protein Dream Mix uzr. Oqsilli, bu yerda ko'proq oqsil bor, lekin zavtrakda bu bilan buni miksovat qilib, aralash qilib ichsanglar bo'ladi. Ovqat qilishga erinsanglar yoki mana ishlaydigan ayollar bor, masalan, ishga olib ketishga yoki ishxonada svejiy qilib yeb olishga to'g'ri kelsa, bu yerda tovuqli proteinli ko'rmadim. Tovuqli mana bu yerda yozilgan proteinli kokteyl bor. Bu nima vazifani bajaradi? Men o'zim bu narsalarga o'tgandan keyin umuman organizmimda ochlik hissini his qilmayapman-da. Menda qanaqadir bir to'qlik hissi bor, qanaqadir qornim to'q yuradi. Mana shu kokteyl sizga obedga masalan ertalab zavtrak, bu bilan zavtrak qilib ketsangiz, ujinga kelib yana nimadir, uyda nimadir pishirmoqchi bo'lsangiz, ishxonada yeb olishga, что ozish programmangiz buzilmasligi uchun buni olsangiz bo'ladi. Chunki baribir fast food yoki shashlik yoki yana nimadir zararli ovqat yeb qo'ymasligingiz uchun buni olib ketib ishxonada qilib yeb olsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi, men buni ko'pchiligini yeb qo'ydim. Shirin ekan. Soat masalan ertalab zavtrak 7 dan 9 gacha bu narsalar bilan zavtrak qildinglar, ichdinglar. Limonli proteinli batonchiklar. Men ancha yeb qo'ydim, shuning uchun hozir sizlarga faqat ko'rsataman, chunki hali kokteylim bor, kokteylim ichishim kerak. Buni perikusga yeysizlar. Soat 11larga ertalabga soat 4larga polnik o'rniga yesanglar, prям 2 soat, 1,5 soat sizlarni to'q tutadi. Ozishni siri bu och yurishmas. Och yurib kechqurun baribir ko'p narsa yeb qo'yasizlar. Men bunaqa logki perikuschalar, logki nimalardir yeyishga bog'liq deb o'ylayman, azizlarim. Вот, kokteylimiz tayyor bo'ldi. Judayam zo'r, judayam yoqimli, judayam shirin, judayam bir mana ovqat yegandan keyin to'qlik bo'lib, ozgina lanch bo'lasizlar. Masalan, zavtrakka og'ir ovqat yeb qo'ysanglar, ujinga og'ir ovqat yeb qo'ysanglar. Bu kokteylchilardan keyin shunaqa yoqimli oshqozoningizda yengillik bo'ladi. Buni ham xohlagan joyga o'z bilan olib ketishingiz mumkin. Yengil sumочкangizga sig'adi, shunaqa shakerchasi bilan olsanglar mana. Rangi ham qanaqa yoqimli. Ko'chadagi saxari ko'p, qanaqadir ximikat vositalari qo'shilgan narsalardan ko'ra 1000 marta biologik toza mahsulotlardan tuzilgan shunaqa mahsulotlarni yeyish foydali deb o'ylayman. Shunaqa gaplar, azizlarim, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga foydali bo'ldi. Agar siz ham men bilan birga, mana men juda ham ambitsiozni odamman. Men masalan, nimadir maqsad qo'ydimmi, o'sha maqsadimga albatta erishaman. Qanaqa qiyin bo'lmasin, qanaqa vaqt talab qilmasin, qanaqa uyqusiz tunlar talab qilmasin, men o'sha maqsadimga erishaman. Вот, fokusingizni prям hayotingizni fokusiga, agar hozir maqsadlaringiz bo'lmasa, agar hozir nimadan boshlasam ekan hayotimni, nima qilsam to'g'ri bo'ladi degan savol sizni qiynayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda taningizdan boshlang. Chunki afsuski dunyodagi hamma ishni delegirovать, ya'ni boshqalarga topshira olamiz. Assistentimizga biznesimizni topshira olamiz. Sotuvlarni sotuv menejeriga topshiramiz. O'zimizni qanaqadir uy ishlarini qilishni uy xizmatkorlari, uy tozalovchilarga topshiramiz. Lekin biz tanamizni birovga berib, menga zo'r tana qilib ber deya olmaymiz va muvaffaqiyatli odamlarning birinchi siri bu o'zini sog'ligiga, o'zini tanasiga qanaqa ухаживать qilishida. Kimdir uchun, eringiz uchun, yigitingiz uchun, kimdir uchun emas, aziz ayollar. Birinchi o'rinda o'zingiz uchun, o'zingizni samatsangiz oshishi uchun, oynada o'zingizni chiroyli taningizni ko'rganda o'zingizdan rohatlanishingiz, haqiqiy ayolligingizni his qilishingiz va ich-ichingizdan nafaqat taningizni ozg'in va chiroyliligini va ichingiz tozaligini, sog'lomligini, energiyaga boyligingizni, baribir ozg'in ayol bu qimmat ayol. Ozg'in ayol energiyaga boy ayol. Ozg'in ayol sog'lom ayol. Mana shu narsani bilganingizda va anglaganingizda nima uchun harakat qilayotganingiz, nima uchun ozayotganingiz sizga B nuqta bo'lib
osonroq o'sha maqsadga yetib kelishingiz oson bo'ladi. Shuningdek, biz o'zimizni o'sha nutritsiologim bilan, Violetta bilan birgalikda mani ozish meditatsiyam bor. Men hozir bu YouTube videoni shunchaki отдавание qilib sizga beryapman. Ya'ni o'zimni emotsiyalarimdan o'tgan, o'zim yaxshi ko'rgan mahsulotlarim bo'lishib, lekin agar siz bo'ldi, men tanamni qo'lga olishni xohlayman, men o'zim ustimda ishlash xohlayman, men bunaqa yurish o'sha jonimga tegdi desanglar, Violettani konsultatsiyalariga yozilib, tanangizda qancha miqdorda jir, qancha miqdorda mushaklar bor, qancha miqdorda atyoq suv bor, hammasini aniqlab qabullariga yozilsanglar bo'ladi. Mani ozish meditatsiyamni bajarsanglar bo'ladi. Meditatsiyani qanaqa olishni quyida yozaman. Violettani qabullariga qanaqa yozishni ham quyida yozaman. Keyingi videomiz esa bu sog'lom narsalarni men bu o'zimda natija ko'rganimdan, yengillik his qilganimdan, sotuvda shunaqa kuchli narsa bor, o'zingizga foyda bo'lgan, xayrli bo'lgan, yaxshi ko'rgan narsangiznigina sotish kerak. Aldab ich-ichingizdan nimandir ishonmasdan insonlarga o'sha narsani tavsiya qilish bu o'zingizga bo'lgan birinchi o'rinda xiyonat. Men o'zim bu narsalardan foyda ko'rganim uchun keyingi videoda qanaqa qilib bu narsadan, bu mahsulotlarni ham o'zingiz iste'mol qilib, ham yaqinlaringizga tavsiya qilib, bundan biznes yaratishingiz mumkinligi haqida boshqa alohida keyingi videolarimizda video qilib beraman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, iltimos like qo'ying va sahifamga albatta obuna bo'ling va izohlarda ozishingizga nima xalaqit beryapti, keyingi videolar ozish, tana, energiya mavzusida qanaqa bo'lishini xohlaysizlar, albatta shuni yozib qoldiring. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarni keyingi videolarimda albatta yana zo'r foydali mavzular bilan xursand qilaman. Buning uchun bu videoni dugonalaringizga jo'natinglar, ozgim kelyapti, ozishni xohlayman deb yurgan. Sahifamni kuzatib boringlar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng yaxshi insonsizlar. Yaxshi ham vaqtimga borsiz. Paka-paka.